bankimizda bor. Yo'q, qo'shib bankimizda bor. 50 millionlik pulimiz bor. Mahalla loyihasi bu bankga biriktirilgan mahallaga, shahardagi ajratiladi. Bu turda to'g'ri plastikka tashlab beriladi. Ya'ni ishsiz fuqaroga o'z bankiga fuqaroga ajratiladi. Kartolik asosida ajratiladi 50 million so'mgacha. 60 oy 20 yutqazib oladi. Bunga talab etiladigan hujjat faqatgina pasport, o'zingiz bank qilish ma'lumotnomasi va mahalla bankirining tavsiyanomasi kerak bo'ladi. O'sha qaysi mahalladan bo'lsangiz, shu mahalla bankirining tavsiyanomasi ajratiladi. Keyin 17 millionlik kursimiz bor. Bu biznesga kirmay 12 milliongacha beradi. Bu ham xuddi shunday asosda to'rdan to'rt plastikka tashlab beriladi. 25%, poyezlar 25%, ayollarga 23%. Bu 48 oy muddatda 6 oy o'zlari bilan ajratiladi. Bu ham pasport, hokimiyatlarning tavsiyanomasi, mahalladagi kafil asosida ajratiladi. Bu bilan bankga biriktirilgan. Nima bo'lsangiz, ana hozir yo'q ko'chirmang, plastikka tashlab beriladi. Ana oilaviy tadbirkorlik asosida olib boryapsiz, u ta'minlovchi ko'chirib beriladi. Ana mol oladi, qo'y oladi, issiqxona, tovuq olsangiz ham u ta'minlovchi ko'chirib beriladi. Ana shu bu ham tadbirkorlik. Lekin bu tadbirkorlik biza shu nimani o'ylab nima qilishga Agrobank tomonidan ana shunaqa narsalarni sotib olish uchun, bozor qiymatida sotib olish uchun plastikni tashlab beradi. Bu yoqda bizlar ana shu tadbirkorlik qilish maqsadida ajratilgan kreditlar. O'zingiz bank degan holda. 17 million necha yilga? Bu 48 oy. 48 oyga ajratiladi. 6 oy o'tkazdi. Undan keyin arzon kreditlarimiz ham bor. Chekara yo'nalishda olib borsak, arzon kreditlardan siz boshqa banklardan katta miqdorda kredit olib, foiz katta bo'lsa, kredit. O'shani bizga arzon kreditini foiz o'sha kredit qoplash maqsadida beriladi. Siz boshqa tijorat banklaridan kredit olgansiz, kelib 35% bilan, kelib 40% bilan olgan. Bizlarga ajratilgan kreditlarimiz 28% bilan arzon kredit. O'sha kreditni qoplash maqsadida. Yo'qqa borib kredit beramaysiz, Agrobankga kredit beradi.